Orzuligicha qolmaydi. Ham mashinalar bizilib tursa bas. Bilsin. Ustoz, yig'ib qo'ygan galovkalarimiz 70 kiloga yetmayapti. Bitta lasetenniki bo'lsa, saunada kayf qilardik. Qoravoy, saunaga borgin kelyaptimi? Jicha qistir. Ya, ana galovka keldi. Hozir. Okalar, mashinamni dvornik ishlamayapti. Tuzatib beringlar. Yana xuddi shunaqa muammo edi. Buni galovkasi ketgan. Yangi galovka qo'yish kerak. Ish qiyinroq ekan, keyin qildiraman. Menga qara, Titanik nimaga cho'kib ketganini bilasanmi? Yo'q. Shotka dvorni ishlamagan. Kapitan yo'lni ko'rmay bormi zo'rga? Cho'kib ketgandek. Unda men nima qilishim kerak? Yangi galovka topib ketdingmi? Chop borabki. Ustoz, yomon ilonni yog'ini yalagan isqitsizda. Qoravoy, saunaga galovka ketmayapti, deyaptimi? Qani bir tortib berchi. Ustoz, bitta Matiz'ning korobkasi bo'lsa zo'r bo'lardi, yetmayapti. Ustoz, nimaga biz metallom yig'uramiz? Qoravoy, metallondan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Bor. O'labi. Aqala, pechka ishlamayapti, shuni tuzatib beringlar. Voy, onasini yersa Qoravoy yana xuddi shu muammo. Korobka ketgan. Pechka korobkaga aloqasi yo'q shakil. Ya, Titanikda odamlar nimaga suvda muzlab bo'lgan bilasanmi? Yo'q. Titanik pechkasi ishlamagan. Ishlaganda suv iluv bo'larmidi? Odamlar o'lmas edi. Men nima qilay unda? Bor korobka olib keltirmang. Ustoz, yomon ko'zingizni yummasdan aldingiz-da. Galovkani ham sotdik, korobkani ham sotdik. Endi saunada kayf qilib dam olamiz. Kela, bu bratishkani aldab korobkasini yechibsizlar-ku. Joyiga qo'yib beringlar uni. Ustoz, o'ldik chempionga o'xshayapti. Qistir. Aka ming bor o'zi. Hayni shogirdimni qo'lsan, egriroqdi. Adashib qilib qo'yibdi. Siz uyingizga borib, korobkani joyiga qo'yib qo'yamiz. Ustoz, Matiz'ning korobkasini qayerdan olamiz? Shu kungacha yeb qo'ydikmi? Bundan keyin ham yemaymiz. Kela, o'g'limni sodda deb aldoribsizlar. Ustoz, g'am qo'shqo'lolashib keldi. Shogird har doim umiding bo'lsin. To'xtab tur. Nima bo'pti o'zi? Buni oldi dvorning emas, orqa dvorning ishlamayapti. O'zi men aytdim orqa dvorni ishlamayapti deb. Otam yangi korobka olish kerak. Korobka nima aloqasi bor? Ya, Titanik nimaga borib muz urgan, bilasizmi? Nimaga? Korobka ishlamagan. Zadniga tushmagan, shuncha borib urgan. Endi otam buyoqqa o'ting. Bolam sen buyoqqa kel. Endi ota bola jipslashib, borib bitta yangi korobka olib kelinglar-chi. O'tamda shular qimmat paytda Matiz'ni 300 dollardan 40 oyga arendaga olganman. Jonimga tegib ketdi. Yur, qallob arendatorga topshirib kelaylik. Yur ketdik. Anaqa Matiz'ni olib qoling, bergan 10 oy arenda puliga roziman. Ya, 10 oy qayda moshina topshirib keturasanmi? Oy, nima ish qiladi o'zi? Havaskor aktyormi? Kerak. Oy, ko'rasan, ahmoqlik qildi. Shuncha qolgan san haydab qo'ygin, keyin oxirida moshina sotib, pulini bo'lishib ovrasanlar. Kira qilib aktyor bo'la olmayman-da. Ya, nima san? Endi aktyor Shohruh. Jonim deganiga mashg'ul bo'lib ketgan bo'lsam, nima deyapti? Har kuni kinolarga 2 soat kira qilgan, keyin yuzi tanish bo'lib odamlarga mashg'ul bo'lib ketganda, san ham balki Shohruh bo'lib ketarsan. Unda o'zim qolgan to'lab qo'ya qolaman. Jon, ketdi, ovqatlanib kelaylik. Asal, o'zi arendam to'la olmayapman. Undan ko'ra yur topshirib kelaylik shu Matiz'ni. Bo'pti, ketdi. Bergan 10 oy arendamga roziman. Syomkalarimga ulgura olmayapman. Undan ko'ra olib qo'ya qoling. Sen ham tez taslim bo'lib qolgansan. O'tmay bu yoqqa. Siz sevgan qizi bo'lsangiz kerak. Nima ish qilasiz? Uyda zakazga ovqat pishiraman. Ana, nima hind aktyor Shohruhga o'zi mashg'ul bo'lib qolgan bo'lsa, nima deyapti? U yurgan kinoda kajol bilan kayf qilib, uni xotini har kuni kira qilib, pul bilan ta'minlab qo'ygan. Agar siz ham bo'lajak eringizni mashg'ul bo'lishini xohlasangiz, mashinani oxirigacha haydab qo'yasiz. Mayli, haydab qo'yaman. Faqat oxirida mashina sotgan mana bitta sherigi bor. O'sha bilan pul bo'lishib olasizlar. Ukam, vaqting bormi? Opa, nima qilish kerak? Yurman, mashinani arendatorga topshirib kelaylik. Yana qolganini haydab qo'ygin desa, ko'nib o'tirmang-a. Nima men sizga o'qimanmi? Emas, seni ogohlantirgandim. Nimaga olding o'zi? Bilmadim, qanaqa aldanib qolganimni. 10 oy ekan, to'la o'ramiz, opa. Amallab 4 o'g'lon shu mashinadan qutulib qo'ydilaring. Hozir bu mashina endi bozorga olib chiqsalaring 1,5 mingdan ko'piga olib qolmaydi. Shuning uchun men insof bilan 2 mingga sotib olaman. Voy, 10 oyda 3000 dollar to'lab, qo'limizdagi 500 dollardan tegyaptimi? Nechesini? Nohaqlik, qalloblik-ku. Chimballaringni, bo'pti. Hozir sizlar bu 500 dollardan bo'lsalaring, bir tinchlikni qo'rasanlar. Shuning uchun 2000 dollar bermayman-da. Buni shapka qilib olib qolib, orqangda kobalt sizlarga beraman. Har bitta 10 oyda 500 dollar to'lab berasizlar. Mayli. Anaqa, bizni to'lashga qiynalib qolamiz sizlarning. Yana bitta og'aylarni olib kela qolaring. Yaxshi keldingizmi? Ya xotin bugun kira zo'r bo'ldi. 150 ming shart topdim. Adajonisi bera qoling, narigi pullarga qo'shib qo'yaman. Bundan hali 30 mingni zapravka olib qo'yaman. Ertangi obetimga 20 ming olib qo'yaman. 100 ming toza qoldi. Shunisi bo'ladi. Adajonisi 2 kilo go'sht puli-ku, taksichilik qilib tursangiz boyib ketamiz. Xotin, hali o'zim senga indisiga ro'mol olib beraman.
Hozirda. Adasi yaxshi keldingizmi? Qayerga yaxshi kelaman? Belim orasida. Mayli, xo'p, nech pul olib keldingiz? To'yni ishlab topdim. Mayli, xo'p, bera qoling. Yana shoshsan. Qayerga shoshasan? Ertaga ham kirga chiqishim kerakmi? Mashinaga zagotovka qilib qo'yish kerakmi? Mana to'yni ishlab topdim. Yangi 22 foiz ushlab qoladi. 100 ming ketdi. Buni zapravkasi ham bormi? Janvarda 100 ming unga ham ketdi. Mayli, xo'p, 200 mingni bera qoling. Tort qo'lingni. Nima men? Och qoling ichmaymanmi? 50 ming abed topib qolaman. Hali Jinurga internetdan o'chib qolgan. Unga ham 50 ming ketadi. Mana 100 ming so'm qolibdi. Shuni olib qo'yaman. Adasi, 15 yildan beri kuniga 100 ming so'm olib kelasiz. Hozirgi kunda bunga 1 kilo go'sht ham bermaydi-yu. Go'sht olmay bo'lmasa to'q ol. Adasi, 15 yil oldin senga indiski ro'mol olib beraman deb va'da beruvding. Bo'pti, to'q go'sht ham olmay shu boshingga ro'mol aloqa. Adasi, xavotir olmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Boyib ketamiz hali. Qayerga boyimiz? 30 yildan beri kerak qilaman. Hali enimga bir kiyim olganim yo'q. Adasi, insofli bo'ling. Boshingizga do'ppi oldingiz-ku. Bu do'ppini sotib olganim yo'q. Tilat tushib qopti. Shuni kiyaverman. Qoravoy, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Otang oldi, sigaret chekma. Banana. Ustoz, shuning uchun isqat ishlar qilsak ham hech qo'lga tushmadiga. Ya qoravoy, bir gapni unutmagin. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Aqala, Damas'ni tuzatib beringlar. Yo. Opali reper keldi. O'zi isqat ustasiz, tag'in pul atib yo'q olasiz, ustoz. Ye repermisan? Qani bitta yengsan bo'lsin-chi? Ustalar yaramas, to'piq napas, Damas tuzatish sonlarga emas. Yo. Endi oshirib yubordik. Bo'pti, nimasini tuzatish kerak? Shu Damas zadniy mosti g'ullab ketyapti, 50 dan o'tgandan keyin shuni almashtirib bering. Bo'ldi 3 million bo'ladi. Ye, undan ko'ra g'ullatib yuraveram, ha? O reper. Einstein nima jin bo'lib qo'ygan, bilasanmi? Yo'q. O Damas haydaganda zadniy mo'zi g'o'lla urib, miyasigacha dirib tashlagan. Keyin jinni bo'lib qo'ygan. Mayli, meniki almashtirib bering unda. Bo'ldi. Bo'lmasa sen borib choy poy ichib turgin, keyin chaqiramiz. Ustoz zatni mo'sti ichiymi? Jinnimiz, ha? Ustozimni bir apilka usuli bo'lardi. Shu apilkani zadniy mo'stiga solib qo'yamiz. Moy bilan aralashib quyulashadimi? Keyin hech qanaqa g'o'ng'ilagan ovoz chiqmaydi. Kamida 5 yil yuradi. Ustoz, mana shu isqat usta bo'lmasdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz? Yoshligimda tergovchi bo'lmoqchi edim. Mashinik qalloblarni dog'dini bermoqchi edim. Sizmi? Siz tergovchi bo'lasizmi? Hali ham qalbimda bitta tergovchi uxlayotibdi. Lekin bir kun uyg'onadi. Bo'lgan bo'lsanglar, radiatorni teshilib qoluvdi. Shundan shuni yamattirib keling. Reper, sen chalusni ko'ryapsanmi? Kussoni kemasini ko'rganmiz? O'shani radiatorini biz yemaganmiz. Pulni bergan qimdaqasi. O'zimiz qilib beramiz. Borib. Ustoz, radiatorni yechiymi? Jinnimiz apilkani olib kel. Mana apilka. Apilkani shundan radiatorga solamiz-da. Apilkada teshiklarni yopib qo'yadimi? Suv oqmaydi. Bizda aldo yo'q. Mendan nech pul bo'ldi ustalar? Yo'q. 3,5 million bo'ldi. Ada, bormaylar ustalar. Yo, mashina ichida odam bormidi? Kim bu? Adamlar? Qachondan beri o'tiribsiz? Einstein paytdan beri o'tiribman. Zabalku. Ustoz, qo'lga tushdik-ku, endi nima qilamiz? Haligi maqola esingdamidi? Endi tarix yozamizmi? Yo'q. Endi tarixga aylanamiz. Ko'rmaganday bo'lib avvalga indamay turay. Qizim, men o'qiyapman-ku, jim tur. Hech narsa bo'lmaganday. Yomon, sen kimsan? Sen nima deb o'qiyapsan? Assalomu alaykum dada. Ya, kampir kuyoving keldi seni ko'rgani. Kuyov. Qani? Kuyov, to'rga o'ting. Yo'q, siz o'tiring dada to'rda. Ya, siz mehmonsiz kuyov, to'rga o'tiring. Yo, bizga uyat bo'ladi, kattalar turgan. Ya, o'tiring to'rga, siz o'tiring. Yo'q, siz o'tiring. O'tir to'rga. Parik kiyganmisan? Dada, siz o'tiring to'rga. Yo, sen o'tir. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Ye bo'ri bosar keldi. Bu bo'ri bosar kampir Oktagon ligaga chiqyapti. Bolam yaxshimi? Yaxshi shukr. Qani, bo'ri bosar to'rga o'tir. Yo'q, to'raga siz o'ting. Ya, sen Oktagon ligaga chiqyapsan, to'rga o'tir. Men bir oddiy bolaman, siz kattasiz, siz o'ting to'raga. Ya, to'rga o'tir. Yo'q, siz Zaman xolaman 15 sutkaga o'tirasan. kuyov o'tirsin to'raga. Assalomu alaykum. Ya, tabib keldi, tabib. Alkashida tabib bo'lib ketdi. Onam yaxshilarmi? Yaxshi shukr. Qani shu xolam bo'lmasa? Aytganingiz kelsa nasib bo'lsin. Kayvoni hali o'qigani yo'q uni. Xolam umrlari Chopalab yurib bilan ketsin. Tabib to'rga o'tiring. o'zim tiring to'riga.